Ko'pchilik marinadlar odam salomatligiga zararli ekanligini biladi. Ular oshqozonni ta'sirlantiradi, shilliq qavatni yemiradi, gastrit va yara paydo bo'lishiga olib keladi. Ammo qadimdan tayyorlangan bu mahsulotdan butkul voz kechish kerak emas. Biz uchun odatiy sirkaga boshqa tomondan nazar solib ko'raylik. Axir hamma gap qanday sirka va qancha miqdorda iste'mol qilishda ham. Sirka, aniqrog'i olma sirkasining odam salomatligiga foydasi amerikalik olimlar tomonidan isbotlangan. Ular buni nazariy jihatdan asoslabgina qolmay, ushbu mahsulot yordamida ko'plab kasalliklarni davolashni retseptlarini ham ishlab chiqishgan. Masalan, shifo maqsadida olma sirkasini qon bosimi yuqori, migren, astma, artrit, bosh og'rig'i, kuyish, yuqori harorat va alkogolizmdan aziyat chekadigan odamlar iste'mol qilishlari mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kun davomida 3-4 marta ovqatdan so'ng 1 stakan suv bilan aralashtirib 2 choy qoshiq olma sirkasi iste'mol qilinsa, parhezdan butkul voz kechish va umuman ortiqcha vazn muammosini unutish mumkin ekan. Hosil bo'ladigan nordon eritma tarkibiga ko'ra, oshqozon shirasiga o'xshaydi. Oqsilli va yog'li taomni hazm qilish uchun bizga ko'p miqdorda oshqozon shirasi kerak bo'ladi. Ovqatning oshqozonda uzoq turib qolishi uning odam salomatligi, eng avvalo oshqozon ichak trakti uchun zararli va zaharli manbaga aylanishiga va yog' zaxirasiga aylanishiga sabab bo'ladi. Ammo sirkaning foydasi tanovul qilinayotgan ovqatni nordonlashtirish bilan cheklanmaydi. Olma sirkasida turli kislotalar, olma, sut, askarbin va sirka kislotasi, shuningdek ko'plab hayotiy muhim moddalar, xususan ftor, kaliy, kalsiy, magniy, fosfor, temir, B va E vitaminlari, pektin va pantoten kislota bor. Bular odam salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Organizmning chiqindi moddalardan tozalanishiga yordam beradi. Uni atrof muhitning salbiy omillaridan himoyalaydi. Mutaxassislar sog'lig'ida muammosi bo'lmagan odamlarga ham har kuni 1 osh qoshiq asal, 1 osh qoshiq olma sirkasi va 1 stakan suvdan iborat ichimlikni ichishni tavsiya etishadi. Rim imperiyasida sirka balzamining o'ziga xos tayyorlanish uslubi bo'lgan. Uni 10 yillar davomida tayyorlashgan. Uning tarkibi, xususiyatlari va hidi betakror bo'lgan. Masalan, bunday balzamdan yangi er-xotin bir necha tomchi ichgan, chunki ichimlik ehtirosni uyg'otadi, qolaversa boshqa kasalliklarni davolaydi. Uyqusizlik va tushkunlikka qarshi kurashadi deb hisoblashgan. Ammo barcha ishlatadigan sirka kislotadan tayyorlangan sirkaning ham ko'plab shifobaxsh xususiyatlari bor. Sirkaning foydasi shundaki, uning bug'i har qanday mikrobni o'ldiradi. Bundan o'rta asrlardayoq epidemiyalar davrida foydalanishgan. Sirka eritmasini kiyimni chayish, mahsulotlar, hatto halokatli infeksiyani yo'q qilish uchun hujjatlarga ishlov berish uchun qo'llashgan ekan. Sirkadan faqat odam salomatligi emas, maishiy maqsadlar uchun ham foydalanish mumkin. Sirka qattiq suvni yaxshi yumshatadi. Ilgari bu xususiyat faqat soch parvarishiga xizmat qilgan. Odamlar suv sifatidan tashvishga tushganda esa aynan sirkani eslashgan. Butun dunyodagi oshpazlar sirkaning yangi xususiyatlarini kashf qilishmoqda. Masalan, yevropaliklar sirka go'shtli tuzlamalarda mavjud bo'lgan kanserogen moddalarni yo'q qilishga qodirligini aniqlashdi. Sharq oshxonasi bilimdonlari esa sirka dengiz mahsulotlarini pishirishda loyqa va baliq yog'i ta'mini yo'qotishini, shuningdek achchiq qalampirni oshqozon uchun ortiqcha zararli achchiqlikdan xalos etishini ta'kidlashadi. Sirkaning shifobaxsh xususiyatlarini unda dorivor giyohlarni va turli ziravorlarni damlab ancha kengaytirish mumkin. Sarimsoq, piyoz, dolchin, qorag'at, estragon, archa, ukropli va boshqa sirkalar o'ziga xos ta'm va hid beradi. Shuningdek, ularga xos sifatlarni saqlaydi. Meva-reza mevali sirkalarning qimmatli xususiyatlari ham keng. Yertut, malina, apelsin, qorag'at, limon sirkalari ham kislota miqdori nisbatan ko'p bo'lmasligiga qaramay, mevalar va reza mevalarning deyarli barcha foydali moddalarini asraydi. Ularni suv bilan aralashtirsa ajoyib vitaminli ichimliklarni hosil qilish mumkin ekan. Yozda ularni mustaqil tayyorlasa ham bo'ladi. Biroq foydali xususiyatlar uchun sirkaning sifati muhim ahamiyatga ega. Uni tayyorlash uchun turli xom ashyolar bor. Uzum mayi, uzum spirti, non, meva-reza, mevali va hokazo. Sifatli tabiiy sirka yog'och bochkada yetilishi kerak.
Bochkachaning yog'och turiga qarab sirka u yoki bu xususiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari sirkaning sifatiga uni saqlash harorati ta'sir ko'rsatadi. Bunda eng ma'quli +5 dan +15 darajagacha bo'lganidir. Ammo foydali xususiyatlari ko'p ekan deb sirkani o'zbilarmonlik bilan, ya'ni boshqa xususiyatlarini bilmasdan turib, mutaxassis bilan maslahatlashmasdan turib iste'mol qilish kerak emas aslo. Chunki bu nojo'ya oqibatlarga, nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin.